Hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, bugun Novostroyka to'rxonali qilingan 100 kvadrat bitta podyezdni ko'rsating. Yangi dom, lifti bor, 3-qavatda joylashgan. Domimiz 7 qavatli. Mana shu hol qismimiz. Bitta fikrimni aytib o'taman. Mana shu soatni bitta tarafga olib, mana bu joyga bitta katta oyna qo'ysak, nur ustiga alo nur bo'lar ekan. Kirganimizda chap qo'limizda birlashgan sanuzilimiz bor. Kvartiramizda sanuzilimiz ikkita ekan. Ana shu birinchisi. Kirilishda to'g'rida birinchi xonamiz bor. Buni zal qilib tayyorlab qo'yibdilar. Hamma xonamiz jihozlangan, mebel, gilam, pardalari bor. Konturni katalogimiz ishlab turibdi. Hamma xonada radiatorimiz bor. Zaldan yashirin xonasi bor ekan. Mana buni bitta ko'rsatib o'ting. Buni o'zimiz ham oxiriga topib oldik. Buni yotoqxona yoki yana bitta zal qilib, ayollar hamda erkaklarni alohida qilib mehmondoshlikni ko'rsatsak bo'lar ekan. Menimcha o'g'il bolalarga yotoqxona qilib bersak zo'r bo'ladi. Balkoni mavjud. Pishirishdan qilingan Novostroyka yangi domlarimiz 3-qavatda, Zolotoy etaj deydi. Seridinada joylashgan kvartiramiz. Marhamat, oshxonamiz. Oshxonamizda ham hamma narsamiz tayyor. Ovqatlanish zonamiz, pishiriq zonasi hamda xolodilnik texnikamiz hammasi bekami ko'z bor. Bundan tashqari derazamiz ham bor. Qulxo'y emas. Hamma xonada radiatorimiz bor dedim. Bu konturni katalogimiz mana shu yerda yashiringan. Davom ettiramiz. Xo'p. Qaytadan hol qismiga boramiz. Hol qismida kirishda chap qo'lda sanuzilimiz edi. O'ng qo'lda yana ikkita xonamiz mavjud. Birinchisi mana bu yerda hisob bo'yicha 3-chi bo'ladi. Qiz bolalarga yotoqxona qilib tayyorlab qo'yibdilar. Ikkita bolajonimizga sharoit bor. Mebellar, dars qilish uchun sharoitlar. Undan keyingi xonamiz kattalarga yotoqxona. Yotoqxonamiz juda zo'r tayyorlangan, chunki o'zini alohida sanuzili bor. Kiraverishda to'g'rida bo'ladi. Va bu qismimiz birinchi sanuzilni ko'rsatib o'tamiz. Sanuzillarimiz hammasi to'liq kafilda. Issiq suvlarimiz, hamma sharoitimiz bor. Yotoqxonamizni o'zini ko'rsatib o'ting. Hamma sharoitlarni o'ylab qo'yilganlar. Derazamiz ham bor. Derazalarimiz hammasi 2 qavatli oyna akfadan qilingan. Ayollarga zona, katta shkaf va hamda qavatlar mavjud. 3-qavat g'ishtlik dom 100 kvadrat ekan. $107,000 deyaptilar. Albatta savdosi bo'ladi. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga zudlik bilan aloqa chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.